Data validation nima vazifani bajaradi? Data validation nima vazifasini bajarishdan oldin keling buni nima ekanligini bir qator bilib chiqsak. Data validation bu ingliz tilidan olingan bo'lib, ma'lumotlarni tekshirish degan ma'noni anglatadi. Data validation bu Microsoft Excel vositasi bo'lib, foydalanuvchi hujayra qanday ma'lumot kiritish mumkinligi cheklash yoki nazorat qilish uchun ishlatiladi. Data validationning vazifalari: hujayraga noto'g'ri ma'lumot kiritish, ya'ni yacheykaga noto'g'ri ma'lumot kiritish uchun oldin olinadi. Misol uchun, siz katakchaga faqat butun sonlar kiritilishini kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, u faqat butun sonlarni qabul qilishga harakat qiladi. Yokida ma'lumotlar diapazoni. Misol uchun, siz shunday ma'lumot kirgizib qo'yishingiz mumkin, birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni qabul qilishi mumkin. -1 yoki 101 raqamlarni umuman qabul qilmaydi. Yokida faqatgina sanalarni formatlab qo'yishingiz mumkin. Faqat sana datalari kirgizilishi mumkin. Oldindan belgilangan ro'yxatlar qiymatini tanlashda majbur qilinadi. Misol uchun, foydalanuvchi faqat ha yoki yo'qni tanlashi mumkin bo'ladi. Xato xabarlarni ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, noto'g'ri ma'lumot kiritsangiz, avtomatik tarzda xato xabarini chiqaradi. Misol uchun, faqat birdan 100 gacha bo'lgan sonlarni kirita olishingiz mumkin degan. Ishonchlilik va aniqlikni oshiradi. Ma'lumotlar bazasida xatolar sonini kamaytiradi. Tahlil qilish uchun toza ma'lumot to'plashga juda ham ko'proq yordam beradi. Data validation o'zi qayerda joylashgan deyishingiz mumkin. Data validation Excel dasturidagi data menyusida joylashgan bo'lib, data menyusini bosganingizdan keyin data validation degan tugma ochiladi va uni bosganingiz bilan ishlashni boshlaydi. Data validation qanday ishlaydi? Data validation hujayralarni, ya'ni katakchalarni tanlaysiz, data validation tugmasini bosasiz va shartlarni belgilaysiz. Misol uchun, whole number degani butun sonlar degani, list degani ma'lumotlar to'plami degani, date degani faqat sanalarni kirgizishingiz mumkin degani va asosiysi xato xabarni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Xato xabarni yozganingizda agar foydalanuvchi xato ma'lumotni kirgizganda o'sha xabar qalqib chiqadi va foydalanuvchini ogohlantiradi. Misol uchun, 101 raqam kirgizganingizda bizda shunaqa xabar kelib chiqadi. Siz faqatgina birdan 100 gacha bo'lgan qiymatlarni tanlab kirgizishingiz mumkin degan. Xulosa, data validation foydalanuvchining katakchalariga faqat to'g'ri va shartlarga mos ma'lumot kiritishga yordam beradi. Bu vosita ma'lumotlarning sifatli va ishonchliligini oshirish uchun juda ham muhim rol o'ynaydi.